Hammaga assalomu alaykum. Azizlar, omonmisizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Va ertalab istora qo'yganimizdek, biz Navoiy viloyatiga yetib keldik. Hamda Odilbek restoranidamiz. Qarangki, bu restoran o'z bag'riga minglab odamlarni bemalol sig'dira olar ekan. Hozir xuddi shunday to'y kechasida ishtirok etib turibmiz. Qo'yilgan, yozilgan dasturxonni ko'rib va odam nima deydi, bir tomondan bag'ridili ko'tariladi hamda bir haybat bosadi. Shunchalar katta to'yxona ekan. Xalqimiz mana shunday chiroyli to'ylar qilishga ixlosmand. Albatta mana shunday chiroyli to'y kechalarini biz san'at ahliga, bizga ishonib topshirayotgan to'y egalariga shuni aytamizki, to'y boshidan albatta bugungi to'yimiz bomba bo'ladi. Ishonavering. Va sizning ham xonadoningizda bo'layotgan mana shunaqangi chiroyli to'y kechalarida bizni taklif qilsangiz, sizning to'yingizni ham bomba qilib o'tkazib beramiz. Azizlar, sizni yaxshi ko'ramiz. Xonadoningizda faqat yaxshi kun, to'y bo'lsin. Rahmat amaga.